Bugungi videoda biz Minecraftni sun'iy intellekt orqali qilamiz. Qani bo'lmasam kettu. Oldinlari o'yin qilish bu juda qiyin masala edi. Masalan, sizga ko'p pul, ko'p vaqt va ancha katta komanda kerak edi. Lekin hozir bitta prompt bilan hamma yo'lni yetsa bo'ladi do'stlar. Shu uchun men ChatGPT'ni 5.1, aniqroq eng oxirgi versiyasini ishlataman va Gemini'ni 2.Pro versiyasini ishlataman. Bu juda ajoyib va haqqoniy bo'lishi uchun va meni birinchi promptim tayyor. Kirib ko'raylik. Yo, hozir qo'yamiz. Jidcha yomonroq chiqqan. Xo'p, bitta xatolar bor. Masalan, bloklar orasidan o'tish. Bu xatoni hozir to'g'rilashini yozamiz va bu 1 minutda mana shunaqa qum o'yin tayyorda bolalar va bu juda ajoyib. Yangi prompt tayyor do'stlar va endi uni jo'natish qoldi xolos. Mana, xo'p, yangisi o'sha tayyor. Yo, yaxshi chiqibdi, lekin xatolar bor. Baribir bloklar orasidan o'tyapmiz va gullar yo'q. Qani gullar? Men so'ragan gullar. Endi biz bloklar orasidan o'tish mumkin emas va sakrash imkoniyatini qo'shtirmoqchiman. Bo'ldi. Xo'p, hozir yangi prompt berish kerak. Aniqrog'i IT tilda nima deyishini bilmayman, to'g'risi skript deyiladi menimcha. Yo'q, nima bo'lyapti sakrasam dunyodan tushib ketyapti. Buni aniq to'g'rilash kerak. Bu bilan o'ynab bo'lmaydi. Va upravlение sal g'alatimi? Mayli. Oxiri buncha ishlardan keyin men уже ancha yaxshiroq qildim. Bloklar orasidan o'tmaydi. Endi yurish ham, haligi sakrash ancha qulayroq va bu juda ham ajoyib do'stlar. Mana ko'rishlaring mumkin. Yaxshi ishlayapti уже более-менее. Endi yangi prompt yozamiz. Chiroyli dekorlar, har xil krestiklar qo'shish uchun. Xo'p, mana krestik qo'shibdi. Bloklarga rang yangi yo seri bor edi. Wow, ko'rinmayapti ham. Mayli, bo'pti. Endi biz yangi prompt qo'yamiz. Yana va yana. U уже ancha yaxshi chiqibdi. Bu yangi Minecraft desa ham bo'ladi. Men anchadan beri bu narsani qildim. Yarim soatcha vaqt ketdi. Bu yerda bloklar qo'ysa bo'ladi va orasidan o'tib bo'lmaydi. Endi biz menimcha zombilar va qilichlar so'raymiz. Bu teksturalarni chiqarish qildim. 20 FPS tortyapti menda. Lekin men uy quraman va buni tuzatishim kerak. Bu chiqarishlarda. Mana shu yaxshi. Endi uy qurish payti keldi. Uy quramiz do'stlar. Bo'ldi. Shu bilan biz uy qurish paytimiz keldi. Mana yaxshi uy qursa bo'lar ekan. Muhimi, sal g'alati baglar bo'ladi albatta, lekin ancha chiroyli. Bu nima endi? U blokni chiqarish. Endi zombi va qilich qo'shish payti keldi. Ketdi. Hozir bu zombi? Yo'q, bu zombiga o'xshamayapti ama va qilichni qo'limda ko'rmayapman. Uni ham to'g'rilash kerak. Mana hamma yo'q tayyor. Ana zombi ham zombiga o'xshabdi, ama to'g'risini aytsam, lekin shu o'yindan, hozir chiqargan o'yinimdan bu вообще o'xshaydi. Va endi uy qursak bo'laveradi va men Telegram kanalimga albatta o'tinglar. Yangi ochdim do'stlar va bu o'yinlarda hammasi meni Telegram kanalimda bo'ladi. Agarda siz o'ynamoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga o'ting va biz hozir tezda time lapsda uyimizni qurib olamiz va oxirgi variantini sizlarga ko'rsatamiz. Bu o'yin albatta juda yaxshi chiqdi va sun'iy intellektlar ancha aqllashyapti. Shuni aniq bilaman. Bu juda hayron qolarli darajada yaxshi chiqqan va buni men maksimum 1 soat 2 soatda qildim do'stlar. Bu вообще nereal rezultatlar. Oldin bunaqa o'yin qilish uchun ham vaqt ko'p ketardi-da. Hozir bu narsa yo'q. Gemini navbati do'stlar va bu rostdan ham juda ajoyib. ChatGPTga bergan promptimni qo'yaman va unga ham jo'nataman. Ketdi. Yaxshi chiqibdi. Wow, bu yerda hattoki soyalar bor, men unaqa ko'rsatganimdaqa va bu juda ham ajoyib do'stlar. U soyalar ham qo'shibdi. Bu juda ajoyib. Gemini'da birinchi varianti aniq ayta olaman, ChatGPT'ning birinchi variantidan ko'ra yaxshiroq. Do'stlar, bu juda ham
ajoyib. Bu albatta bloklarda tekstura yo'q, rang qo'sh dedim, lekin qo'shmabdi. Lekin mana endi yo'q, to'g'rilanmabdi, xato ketgan. Bo'pti, mayli. Boshqatdan so'raymiz. Chunki hamma qora tursa ham bo'lmaydi do'stlar. Sal bug bo'lib ketgan shekilli. Mayli. Voy, kirmay qoldi. Yangi boshqatdan so'raymiz. Prost qop-qora ekranda. Mana yaxshiroq varianti mana chiqdi. Уже более-менее unaqa ranglar qo'shilgan, lekin baribir nima o'tadi? Odam o'tsa bo'ladi, chigitga o'xshab, haligi orasidan bloklarni. O'shaning uchun biz kolliziya so'raymiz. Bu kolliziya deyiladi do'stlar, bilmasalaring, mana endi so'raymiz. Xo'p, bo'ldi. Kolliziya qo'shilgan bo'lish kerak, yo'q. Kolliziya kolliziya qo'shilibdi do'stlar, lekin sakrash va upravlение mana shunaqa, shirak taqaro sal do'stlar. Hamma shirak olamidaqa. Men уже ancha narsa so'rab qo'ydim, ancha xatolarni to'g'riladim va mana shunaqa chiqyapti. Bu rostdan yaxshi do'stlar, lekin biz endi ham hamma yo'lni so'raymiz. Jon qo'shibdi qilichga, lekin tekstura yo'q. Qilich qilishimiz kerak, zombi qilishimiz kerak va uy qurib tugatsa ham bo'laveradi. Xo'p, mana qilich, zo'rmas u endi mayli, ChatGPT'daqa. Lekin jon qo'shgani bu, ya'ni plus ball bor-la. Zombi qani? Bu bo'lishi Lava Amerikaga o'xshaydi, lekin mayli, lekin gap yo'q prosta do'stlar. Mayli, endi uy quramiz tezda. Do'stlar, Gemini 2.5.pro bu video ancha oldin olingan. O'shaning uchun bu videoni asosida qilmaysizlar. Hozir 3 versiyasi chiqqan va keyingi videolarda 3 qilishim mumkin. Albatta, izohlarda yozib qo'yinglar. Va shuncha qilgan mehnatimga iltimos like bosinglar va obuna bo'linglar. Bu ancha qiyin mehnat bo'ldi. U paytda o'sha bizning uyimiz hisob tayyor do'stlar, lekin sal xatolar ketadi endi. Jichi qiyin baribir upravleniyasi va men bitta narsani ayta olaman. Albatta, sun'iy intellekt ham juda yaxshi ishladi, lekin ChatGPT g'olib deb o'ylayman. Chunki uni o'yini ancha detalliroq va kamroq buglar bilan chiqdi. Gemini ham yomon emas do'stlar. Sun'iy intellekt 1 soat, maksimum 1 soat ichida siz shunaqa o'yin qilishingiz mumkin. O'shuning uchun kanalimga like bosing, obuna bo'ling. Sizlar bilan men edim, hammaga bo'pti.